Men futboldan roziman. Portugaliyaning eng chekka hududlaridan biri Madeirada yurak xastaligi bilan tug'ilgan, o'smirlik chog'ida yetimlik bo'sag'asi kelib qolgan ko'rimsiz bir yigit edim. Futbol meni cho'qqiga olib chiqdi. Yillar shamolda o'tib borayotganini sezyapsizmi? Kecha Old Traffordda o'qdek uchib ketayotgan yosh yigit edim. Bugun esa butun bir epoxaning so'ngiga yaqinlashib qolgandek his qilyapman o'zim. Realdagi oltin davrimni, Turindagi uddalay olmagan missiyamni, keyin esa yaqin sharqqa yo'l olganimni, barchasida men bilan edingiz, yonma-yon edingiz. 2006-yilgi Yevro finalidan keyin men kabi yig'laganlar orangizda borligini bilaman. Biz burilishlarga boy go'zal yo'lni birga bosib o'tdik, ammo u hali tugagani yo'q deb umid qilaman. Mundialda jamoam uchun asosiy muammoga aylanishi mumkinligi haqida ko'p gapirishmoqda. O'xshamagan zarbalarimdan keyin yuzimda paydo bo'ladigan alamli tabassumni siz ham ilg'aysizmi? Men ham yillar shafqatsizlarcha futbolni mendan uzoqlashtirib borayotganini his qilib turibman. Doim birinchi bo'lib maydonga otilib kirishga o'rgangan vujudim avvalgidek o'zimga bo'ysunmay qo'yayotganini ham sezib turibman. Avvalgidek tezkor emasligimni bilaman. Gollarni ham qalashtirib tashlamayotganim rost, biroq men hali ham o'z kuchimga ishonaman. Aynan shu ishonch tufayli imkonsiz tuyulgan ishlarni amalga oshirdim. Bu safar ham okean ortiga aynan o'sha tuyg'uga tayanib keldim.